Assalomu alaykum ahli YouTube Zafar TV'nin ashaddiy muxlislari. Sizlarga 2026-yil 10-yanvarda bo'lib o'tayotgan futbol haqida ma'lumot berib o'taman. Inshaalloh bu futbol o'yini qayerda bo'ladi deb so'rab qolsalaringiz, Jaloliddin Bapi Guliston rayonida bo'lib o'tadi. Bu yog'i Shartuz, tabiag'i tartib Leninskiy, Dang'ara, Sargazon, bu yog'i Yavoni, bu yog'i Panj. Shu tomonlar bilan kimdir agar komandasi oynataman desam, shu organizatorlarning nomerini qo'yib o'tamiz. Telefon qilasizlar, organizatorlar o'z podrobni tushuntiradi sizlarga, o'yin haqida ma'lumot beradi. Hay, uni nima deydi? Sal-mal tushunmagan joylaringiz bo'lsa, o'sha aynan o'zi tushuntirib o'tadi. Aynan bir tushuntirib o'ting mana. Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. Hammalaringizni Gulistonimizda bo'lib o'tgan o'yinimizga taklif qilamiz. Ana katta priz qo'yilganmiz, 32 ming somon. Shu o'yinda hammalaringizni kutib qolamiz. Qayerdan, Tojikistonning qaysi shahridan bo'lsangiz ham, komandangiz bo'lsa, hammalaringizni kelishlaringizni kutib qolamiz. Bu nima deydi? Qaysi qishloqdan bo'lishingizning qat'iy nazar farqi yo'q ekan. Uyaldan bo'lasizmi, Xorasondan bo'lasizmi, G'arovutdan bo'lasizmi, bu yoki Eshbekdan bo'lasizmi? Samgloni o'ynayman deb yuragida o'ti bor futbolchilar bo'lsa, shu organizatorning nomeri bo'ladi. Telefon qilasizlar, shu organizator bilan podrobni gaplashasizlar, komandalaringizni yozdirasizlar. Hozirdan joy olishlaringiz mumkin. Sizlarni kutib qolamiz shu 10-yanvar 2026-yil bo'layotgan futbol o'yin